Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiya vaziyetimiz doğrusu toxtalımız. Leksiyada Sadaqa Cüruz, Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü ıslahı 2025 yıl. 6. ayının 6. günü heptiga cüme vatandaş. Vaziyetimizde neyse kıskıgını 24 saat, 48 saat şiddetleyli. 48 saat şiddet 3 kıyılı siyasi hadise yüz verdi. Birinci olup Belarusya'nın prezidenti Rusya Federasyası Vladimir Putin'in dostu fevkalade elçisi de Beijing'e yetkili Reis Xi Jinping bilen görüştü. Bu iş 3. günü, yani 5. ayının 3. günü yüz verdi vatandaş. Bu mu acayip bir iş. Birincisi murasim yok. Reis Xi Jinping Belarusya prezidenti Lukashenko'nu kütüp alacağın murasim yok. Devlet bayrağı, devlet marşı yok. Aeroport çıkıp karşı algan kişinin ismi yok. Şundaklı kızıl gilem yok. Yeşnimi yok. Fakat Lukashenko ki haberle karaganda hazır Reis Xi Jinping tutup turulup atkan. Yaki nezarband kılıngan. Yaki 3. yıl til bilen aytqanda kesel bulup operasiya kılınıp operasyonu esiga keltirish üçün doktorxondak, yani hospitalda yatqandak yetip dem elayotgan bir o'rin. Bunun ismi nima deb ataladi kendisiniz? Yingtay deb ataladi ekan vatandaş. Yingtay. Lekin bu Yingtayning o'zida emas. Xi Jinping o'zida emas. Yingtay asıl Xi Jinping'nin işhanesi iken. Bu işhanadan nereye aktı yana bir işhana? Yani bunun ismi nemedi? Bir neme Cey dedi. İsimde kanmadı kötüranlıp Çi Cey dedi mi bir neme dedi. Bu mu bir tarihi ornu var, bir ornu tarihi ornu var bir işhanı iken. Yaki bir turalgı bina iken. Bu kandak geldiyseniz 50. 55. yıllarda Libya Mavzudon'un birliksel hizmetini işleyen Libya Mavzudon'un milli siyasını işleyen 55. yılı Uygurlarga 50. yıl taşkı Mongoliyaga degendek avtonomiya hukuku bergen. 55. yılı Uygurlar 50. yıl kelgen Tibet'e tecavüz kılıp kirgen Kızıl Armiyani kollagan. Muşundak bir kişi Libya degen. Şu Libya degen turgan turalgı öyge hazır Reis Xi Jinping kesel görüpsi. Yaki keselmen adam bulup şu yerde yetip demiş. Lukashenko şu yerde yoklap kırıp demiş. Şuna Lukashenko'nun Beijing ziyareti, yaki devlet işleri ziyareti, yaki adetki hizmet ziyareti mi emez. Fakat bir kesel yoklağında bundak mı emez. Hatta delilleş. Delilleş degende Reis Xi Jinping'nin zadı nime. Hazır bettir tarqılıp atkandak ahval mı? Rasa hukukudan ayrılıp kaldı mı? Rasa istifa berişke teyyarlık kıldı mı? Ve yaki nime? Hazır Vincaba Hocun Tağla bunu korşavga aldı mı? Can Yuşa nime kılmakçı? Rasa ikinci hükümet kuruldu mu? Merkezi hükümet kuruldu mu? Siyasi büro rasa tarqıtı edildi mi? Muşa 48 saat içinde yüzbege vakalar vatandaş. Emni biz sizlerge sözlep yolladık. Bu yerde kıskısı Lukashenko 3. günü Beijing'e yetip geldi. Reis Xi Jinping ile görüştü. 4. günü keşte değildi. İnandıkin 5. günü dedi. Amerika Koşmuş Ştatlarının prezidenti Donald Trump telefon verip Xi Jinping ile Reis Xi Jinping ile görüştü. Bugünkü haberlerde bu görüşün neticesi nime desiniz? Biri Tayvan meselesi eğizge aldı, Xi Jinping değildi. Ondan başka prezident Donald Trump ne dedi? Biz nurg'un meselelerini hal kıldık dedi. Konkret etkandı bununla ne oldu? Torbiti neme dedi? 10 türlük mesele dedi. Lekin 10 türlük meselenin 9'unu ortaya koyalmadı. Fakat da Tayvan meselesi dedi. Belki bu torbitinin tasavvurudaki yaki Gumaniyalı ortaya koyan fikir buluşu mümkün. Bugünküçe
Prezident Donald Trump'ın reis Xi Jinping zaten nemi doğru sözleşti. Bu gap ortaga çıkmadı. Mesela Amerika tarafki münasebetli gezilgan bir haberde doğru biten nemi değildi ise hazır reis Xi Jinping koşuldu. İkinci kıtım söhbet ötküzüşke. Andın birinci kıtımda söhbette ortak tonuşqa kelgen meseleler boyunca onu əmliləşdirişə qoşuldu idi. Bir yerde gapla hakiki manisi yoki poskallısı nima desimiz vatandaş Lukashenko prezident Vladimir Putinga vakil bulup Beijing'e geldi. Vakil bulup Xi Jinping bilan görüşdü. 3. günü Xi Jinping 4. günü ma'qul degandek 5. günü Prezident Donald Trump bilan telefonda sözleşdi. Siz manıga çok mutlak şinan vatandaş. Ben bütün ömrü bitiyordum da hazırlıkça başındak noktada hazır başındak bir sezgi içinde bulup gelgeniydim. Bir gün bu fakat da bir abzaslık mavzu süpütü ifade etti. Yani hazırlık vaziyet degenimiz şu, hazırlık leksiya degenimiz şu, hazırlık çoğun devletler münasebeti degenimiz şu, meselelerin hepsi çoğun devletler münasebeti söhbeti yakın münasebetler dairesi hal bulunduğu degenimiz şu vatandaş. Karaptır ha? Xi Jinping'in hukukudun çoğun hukuk. Cumhuriyet hayni hareket keltiri vatanda Xi Jinping'in hukukudun çoğun hukuk. Cumhuriyet hayni hareket keltiri vatanda Prezident Donald Trump bilen Prezident Vladimir Putin çakmak tezligide hareket göttü. Esmauzo Xi Jinping'in hukukudun çoğun hukuk. Cumhuriyet hayni kontrol kıldı mı? Apello ahbaratlar 2 saat ilgiri 6. ayının 6. günü Ütopya'da Prezident Donald Trump ile Prezident Vladimir Putin çakmak tezligide hareket göttü. Neyimiz vatandaş hazır demek Cumhuriyet'ini kontrol kılıvatkan ve herkes keltirivatkan mı? Rusya, Amerika Koşmuş Ştatları, Amerika Koşmuş Ştatları bilen Rusya degen mana çıkıdı bunu da vatandaş. Demek bu akılga muvafık geldi. Tarihi ve mentakî hadislerge muvafık geldi vatandaş. Demek Amerika Koşmuş Ştatları bilen Rusya Federasyası Washington bilen Kreml hazır Cumhuriyet'ini kontrol kılıp duruvatıdı. Değişimiz gerek buldu. Muçunun asasını ne vatandaşım? Biz başta etok uruş kılamsa yok. Senin uruş kılışın ruhsat yok. Teyben gücüm kılamsa yok. Senin teyben gücüm kılışın ruhsat yok. Teslim bulamsan yok. Hatta teslim buluşkun vakit yok. Şundak dedik o. Cansın Ceyli şundak dedi mesela yetkizdim o vatandaşım. Teslim bulamsa yok. Hatta teslim buluşkun vaktin yok. Digen yerde durursan digen işte kalırsan. Amerika Koşmuş Ştatları Koşumca Rusya Federasyası Prezidenti Vladimir Putin. Bir yerde canacan dostluk, şiirin dostluk, yaka başka münasebetlerin hepsi mevcut emez. Bir yerde fakat dünyavi tertip işedeki çoğun devletler menfaatine alakadar meseleler boyunca sohbet kitivatıdı, meseleler boyunca besim ve başka yol bilen aydakçılık kılışlar kitivatıdı. Bizden telimizde şunçilekli söz değil, biz şunçilekli ifade kılalayımız vatandaşım bir yerdini mi dedi? Washington bilen Moskova ya ki Prezident Donald Trump bilen Prezident Vladimir Putin çakmak tezligide hareket göttü. Apello ahbaratları 6. ayının 6. günü yutak vatandaş. Yani şunun münasebetlik meyadik haberler göreyle. Anda ne mi deyimiz? Azı Türkiye'ler kendimizi başka hükümet kuruldu. Xi Jinping istifa vermekçi oldu. İstifa biriydi. 4. umumuşluğunda bir taraf kılınıdı. Hatta ne gücü vardı. Prezident tüzümü, sekreter tüzümü emelden kaldırıldı. Çünkü demokratik devletke yakı şu baskışka kadem taşlaydı bakıda. Hemen dedik. Şunu debolturup hazır reis Xi Jinping'in hukuku çoğun hukukunda ayrılıp kaldı. Diyen kulağısa gelsek, bugün yine kandak bir şekilde Prezident Donald Trump
Xi Jinping'e telefon verip onun telefonda söyleyecek. Xi Jinping yana kanda kılıp oturgu çıkıp Prezident Donald Trump benim telefonda söyleyecek deysiz. Vatandaş şu nasikize katkılayla Xi Jinping qaysi holatga tushgan bo'lishdan qat'iy nazar bunun aloqador taraflar bir qaror bilan siyosat topshirish shaklida yoki Xi Jinping iste'foda berdi deyishi kerak yoki Xi Jinpingning amal elib tashlandiği deyilishi kerak qaror va shundoq bir qaror e'lon qilingandan keyin andin hisob bo'ladi vatandaş. Onun için bu gepler hesap bo'lmaydi yoki hesap bo'lganda huquqqa tortib elingan bo'lsa-mu, yanlış Xi Jinping hareket faaliyetlerini to'xtatmaydi vatandaş. Şunu başka devlet rahbarları bununla izleyip, bununla sözleşip durdu vatandaş. Bu yerda biz hayran kaldığımız hiç qanday iş yok. Çünkü istifa mı yoki hemenle tortib elish mi resmi alakadar taraflar tarafidan yoki bir kuch tarafidan yoki bir javob yoki Jangishan deydigan kuch tarafidan jahonga e'lon qilinmadi vatandaş. Şuna azar intayin murakkab bir qaynamışda Jonahayning taqdiri qanday qanday bo'ladi. Maşa to'g'rida ketayotgan gap vatandaş. Endi sizga biz mundaq aytamiz, buni da birinchi bo'lib, yana kichik yoki qisqa xabarlarni bir anglang vatandaş. Ekranda xabardor kishilar Xi Jinping Mirza qamoqqa elindi dedi. 7 jihati oshkora bo'lish. Yadroliq bir taraf yerdeki Belarusya prezidenti Pelos matbuotla bütün kuchi bilan moslashdi. 4-cü umumiy yig'in pat arada ochildi. Shitao TV 6-cı ayning 5-cü kuni yo'taq. Beijingda harbiy mashinalar ko'chaga chiqdi. Jonahayda zo'r o'zgarish. Yuz berdi. Jongoning taqdiri qanday bo'ladi? Umid sadosi, maliyasi 4 saat ilgari 6-cı ayning 5-cü kuni yo'taq vatandaş. Ekranda Prezident Donald Trump Xi Jinping bilan telefonda so'zlashdi. Tayvan masalasini ehtiyotchan bir taraf qilishimiz kerak. Prezident Trumpning Jongoga ziyoratga berishi muqimlashdimi? Jontian xabarlari 2 soat ilgari 6-cı ayning 5-cü kuni yo'taq vatandaş. Yani bir xabar ekranda 90 minut telefonda so'zlashdi. Prezident Donald Trump bak ta'sirlandi. Köpçüket asli mavzu Prezident Donald Trump muqimlashtira olmadi. So'zlayotgan Xi Jinping mi emasmi telefonda so'zlayotgan? So'zlashning har qanday bir tafsiloti yo'q. Paychak bozorining bu darajada sovib ketishiga hech kim ishonolmaydi. Telefondan keyin dunyo va paychak bozorida shunday sovuqqonlik paydo bo'ldi dedi. Köpçüket paychak bozorining bu darajada hech kim ishonmaydi. Shitao TV Shitao 6-cı ayning 5-cü kuni yo'taq vatandaş. Lukashenko yana bir xabar vositachi va aloqachi bo'ldi. Xi Jinping nazarband qilindi. Asli mavzu nazarband qilingan o'rin Jonanhay Chunmiji. Yani Livihan o'ltirgan koni bino. Belorussiyaning vaziri mundaq e'tirof qildi. Jungo Kompartiya davlati qolaymaqqon harakat qilyapti. Davlat marshi yo'q, murosim yo'q, kutivelish yo'q, qizil gilam yo'q. Saychi Belorussiya vaziri bilan suhbat qurolmadi. Xi Jinpingning yanadagi Saychi degan odamni bilishlar ismini chiqaryapmiz-ku. Shu odam ata Lukashenko bilan birga ziyorat qilgan Belorussiyaning vaziri bilan ko'rishamdi. Shitao TV 6-cı ayning 5-cü kuni yo'taq. Prezident Donald Trump bilan Xi Jinping telefonda so'zlashdi. Jongoga aloqador matbuotlarda qisqa xabar qilganda Xi Jinpingning hech qanday amali yo'q emasdan Lukashenko bilan rais Xi Jinping ko'rishganda. O bir gap, ikinci qatimda Prezident Donald Trump bilan rais Xi Jinping telefonda so'zlashganda shin xo'sha xabar tarqatdi. Bu belgilik bu endi naq masala ustida gap. Shin xo'sha xabar tarqatib Prezident Donald Trump Xi Jinping bilan ko'rishdi. Yoki rais Xi Jinping demagan, yoki sekretar rais Xi Jinping demagan, yoki harbiy ishlar komitetining raisi demagan hech qanday amal yo'q. Prezident Donald Trump
Xi Jinping bilan telefonda so'zladi. Yig'ishtirganda Xi Jinpingning hozirgi ahvolining nima ekanligini Rimmerboning bu maqolasida ko'rib olasiz. Ondan hozir gapga Markaziy televiziya stansiya Beijingdan asosiga Rimmerbo xalq gazeti, anandakin Jehon Jumbo ozodlik armiya gazetini mush gazetda xilma-xil voqealarni o'z tartibida qo'yib beryapti. Bir kuni qarasangiz bu yolg'on, bir kuni qarasangiz bu rost, bir kuni qarasangiz sizni quturatquchilik ma'noga ega xabarlar. Hozir bu yerda Reis Xi Jinping Prezident Donald Trump bilan telefonda so'zlashdi degan xabarni berolmay, Prezident Donald Trump Amerika Qo'shma Shtatlari Xi Jinping bilan so'zlashdi deganlik bu nima? Huquq amaldan tamam ayrıldı deganlik bo'ladi vatandaş. Keyingi natijasi qanday bo'ldi? Buni shu vaqtda ko'ramiz vatandaşlar. Prezident Donald Trump bilan Xi Jinping telefonda so'zlashdi. Chungoda aloqador matbuotlar qisqacha xabar qilganda Xi Jinpingning hech qanday amali yo'q. Janjadan Xi Jinping yuqori darajalik amalidan ayrilib qoldi. Amerikada jumhuriyetshunos professor hamda konservativlar jamiyatining jurnalining yoki konservativlar tadqiqot o'rnining olimi yoki mutaxassisi Janjadan shunday dedi, Xi Jinping amalidan ayrilib qoldi. Asli mavzu. Shinxuashi bu xabarda xabar qilganda bir jumla xabar qildi. Boshda aytdik, xabarda Xi Jinpingning amallar nomi atalmadi. Aksaray bu to'g'rida hech qanday xabar tarqatmadi. Janjadan Xi Jinping huquqdan ayrildi dedi. Yangi Tangliklar televiziyasi 6-oyning 5-kuni yutdi. Janjadan esa Amerikalik endi bu kishining bergan baholari, Jumhurni tadqiq qilishlari, Jumhur munosabatlik xabarlarni tahlil qilishlar, maqolaga aylantirishlari. Bu shunaqa bir odam bugun endi buning aytishicha, Janjadan deyishicha Xi Jinping amali huquqidan butun ayrildi deydi. 6-oyning 5-kuni yutdi. 45 minut ilgari hozir bir soat ko'p ketdi, shunda o'zim o'qiyapman. Baş sekreter Xi Jinping'in işhanesi amelden kaldırıldı. Mana bu gap. Men dedim başta asli Xi Jinping'in işhanesi Zhongnanhay Jingtai rayonida. Yani Zhongnanhay'ın cenubi tarafındaki Jingtai rayonu değil. Çünkü onun işhanesinin orada joylashgan işhanesinin özü de Jingtai degan binoda mı yakınmış o rayonun içi deyken ötende. Endi hozir mush yerda Xi Jinping chiqarib bitildi. Nerede? Livihan turgan binoga. Bu çatakta mana bu amelden ayrıldı deganlikda vatandaş. Amelden kaldırıldı. Xi Jinping'in işhanesi. Xi Jinping Yingtay'dagi işhanesida qo'g'lab chiqarildi. Asl işhanesida qo'g'lab chiqarildi Xi Jinping. Ben bir to'g'ri 2 soat ilgari 6-oyning 5-kuni yutdi. İnternet tomlarini söküp o'tish, yani bir xabar. Amerika Tayvan bilan diplomatik munosabat o'rnatish. En ahırki ultimatum. Shaolin Maliyasi 6-oyning 6-kuni yutdi. Bunun qo'ygan masalasi internet tomlarini o'rib o'tish, Tayvan Amerika diplomatik munosabat o'rnatish, balki qo'shib kelgan en ahırki ultimatum. Jingo hukumatiga topshirildi dedi. Shaolin Maliyasi 6-oyning 6-kuni yutdi. Yana bir xabar, zo'r o'zgarish nuqtasiga yetib keldik. Kompartiya halokat girdobida jon talashyapti. Yangi Jungoning o'tirg'i chiqishini tomosha qilamiz. Xishan Ying 6-oyning 6-kuni yutdi. Endi yana bir xabar vatandaş. Prezident Donald Trump Xi Jinping bilan telefonda so'zlashganda odatdan tashqari 10 tafsilot to'g'risida to'xtaldi. 6-oyning 6-kuni. Boshda aytdik buningda nima deyildi bir jumla faqatla Tayvan to'g'risida suhbat masalan Xi Jinping debdiki Tayvan masalasi nozik masala. Tayvan Jungoning jonajon manfaatining ichidagi jonajon manfaati. Shunga Tayvan masalasida Amerika Qo'shma Shtatlari ehtiyotchanlik bilan bir taraf qilishi lozim.
Bu yerda 10 turlik masala deb o'tirib qo'yilibdi, lekin bir tur faqat Tayvan to'g'risi gap o'tirib chiqdi vatandosh. Anda qo'shimcha Seyrek topa kan mas'uliyatim bor. Ondan keyin birisi Xi Jinping'in degini o'tirib tuzilgan kelishim 5-ayning 12-kuni Jungo Amerika o'tirib tuzilgan kelishim o'rtaq to'nash. Kelishimde yaratilgan o'rtaq to'nash bo'yicha bu kelishimni amaliylashtirish debdi vatandoshlar. Endi yana bir xabar, yana bir mavzu deylik. Rushan selishtirma. Prezident Donald Trump Jungo'ga bir imtiyoz berdi. Mavzuda xabar 6-ayning 5-kuni Vanbi torbeti e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. 6-ayning 5-kuni payshanba Jungo'ning rahbari Xi Jinping Amerika Qo'shma Shtatlarining prezident Donald Trump bilan telefonda so'zlashdi. Bir xabarda 4-kuni kechda deyildi, endi 5-kun deb olaylik. Jungo Amerika savdo suhbatini qayta qo'zg'atish qo'shildi. Yana bir qatim suhbat o'tkazishga ikki taraf qo'shildi. Prezident Donald Trump Jungo o'quvchilarining Amerika kelib o'qishni qarshi oladiganligini bildirdi. Aralıqda Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat ishlar katibi Marco Rubio shunday degan edi, balki Jungo tamojda Beijingga tavrimasligi mumkin. Agar Jungo tavraydigan bo'lsa, o'quvchilar masalasi bo'yicha tavraydi. Bu Jungo'ning joni-jon manfaatiga chekiladi. Eliqi joni-jon manfaat Tayvandan boshqa yana joni-jon manfaati Jungo'ga chekiladi o'quvchilar masalasi. Chunki 270 ming dedik Aralıqda o'quvchining Amerikada o'qishi yakolağı vize beriş amaldan kaldırıldı degan edik. Mush Aralıqda Qaysarlik Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump bilan Xi Jinping suhbati o'tkazgan mush Aralıqda o'quvchilarga berilgan vizani Amerika Qo'shma Shtatlari bekor qilgan edi vatandoshlar. Endi bugungi bu telefondan keyingi suhbatda prezident Donald Trump nima dedi? O'quvchilarning Amerikaga kelib o'qishga qarshi oladiganligini bildirdi. Demek bu yerda yumshash bor degan gapda vatandosh. İki davlat o'rtasida yoki Xi Jinping aytganda qo'shilaman deydigan bir gap borda. Bo'lmasa buni tuyuqsizlar to'xtatgan, viza berishni to'xtatgan bir harakat bir kechada o'zgariblar. O'quvchilarning Amerikaga kelib o'qishni qarshi olamiz deb bildirmaydi prezident Donald Trump. Bundaq ifoda bildirish Amerika Qo'shma Shtatlarining xalqaro o'quvchi qabul qilish pozitsiyasida cheklashga nisbatan hamda qarshilish burg'ushan selishtirim bo'lib qoldi. 5-ayning 12-kuni Amerika Jungo janba kelishimida o'zidan keyin Amerika Android eksport va uzak yumshoq detallari Jungoga eksport qilishni cheklash buyrug'iga prezident Donald Trump imzo qo'ygan edi. Uzak va Android 5-ayning 12-kuni ekan. Prezident Donald Trump bundaq ko'rsatdi. Bu qatim telefonda bak yaxshi so'zlashdi. Telefon suhbati Xi Jinping bilan Donald Trump'dan telefon suhbatida buning baho berganda Amerika tarafdan ma'lum organ yoki bayonotchilar emas, prezident Donald Trump o'zi. Biz Xi Jinping bilan telefonda intayin yaxshi so'zlashdik. Nurg'un masalalarni hal qildik. Amerika Jungo munosabati hamda savdo kelishimi masalasi o'ng'ishlik bo'ldi. Amerika Jungo munosabati cho'ng gap. Savdo kelishim ayrim gap. Ham o'ng'ishlik bo'ldi. Prezident Donald Trump bunday ko'rsatdi. Amerika Jungo bilan imzolangan kelishimni amaliylashtirish xohlaydi. Demak, Jungo taraf ifoda bildirdi. Janba kelishimini amaliylashtirish. Hozir Amerika taraf hatta Prezident Donald Trump ifoda bildirdi. Janba kelishimini amaliylashtirish. Alayda ben Jungo'da o'quvchilarni qarshi oladi. Yana takrorlayapti prezident Donald Trump. Bundaq ifoda bildirish prezident Donald Trumpning xalqaro o'quvchilar tutgan pozitsiyasida muhim o'zgarish bo'lganligini kishilar ansirayotgan prezident Donald Trump Harvard Universitetining xalqaro o'quvchi qabul qilish cheklashini bütün Amerika oliy maktablari ta'sir ko'rsin deb ansirayotganlar. Endi ularning ko'z qarashini o'zgartirib, ularning xotirjamligini qo'lga keltirgandek bir ish bo'ldi dedi. Suhbat mana shu yergacha.
Endi hazır bunu sizler yetkizimizmi, yetkizmeymizmi yoki buni kutib turibmizmi? Meyada bir mavzu bor vatandaş. Bu mavzuga bir diqqat qiling. Tayvan Amerikaning eng muhim davlat manfaatini tashkil qila olamdi. Tayvan Amerikaning eng muhim davlat manfaatini tashkil qila olamdi. Bu xabarning mavzusi vatandaş. Bu xabar 6 ayning 6 kuni bir to'g'ri beti e'lon qilindi. Mushu mavzu sifatida, mushu mazmun sifatida sizdan esingizni turibsiz vatandoshim. Men bora qo'ytay. Tayvan Amerikaning eng muhim davlat manfaatini tashkil qila olamdi. Mavzuda xabar 6 ayning 6 kuni bir to'g'ri beti e'lon qilindi. Bunu keyin ko'raylik vatandosh. Bulamda